Bo'ldi. O'lmanglar. Katta odam bachalariga ishga boraman deb chiqib kelgan. Qilay qo'yishing qara. Xush kelibsiz. Bolalarimiz qanaqadir seriozli ish bo'lsa kerak o'ylayapti-da, qanaqadir. Ofisda galstuklar bilan. Maktabda nozam qizlardan dadang nima ish qiladi desa, qo'ying yaxshi narsalarni gaplashaylik. Ya, dadang nima ish qiladi? Nasib. Zero, kola zero yo'q ekanda. Voy, xudojonim. Endi biz 30 dan biz ham ochdik. Endi yog'iga kaloriya sanab yuribmiz. Endi u yoqqa bitta Matiz olib kira qilish kerak, menimcha. Faqat shu qoldi. Boshqa ish qolmadi. Shunday. Lekin yarashadi. Matiz ruliga o'tirib, asli men televizorda ishlaganman. Bu ko'ngil uchun. Alo, Teacher Azam taniysanmi? O'shaman-da. Ne, zoomerlarga hammani jim qilib navbat bermasang gapirolmaydi. Shunaqa. Seriyozmi? Farruh Zumirmi? Men 2000-yilman, lekin yo'q, men zoomer emasman. Siz voshe уже zoomer boomerlarning farqiga bormay qoldingiz. Men voshe o'zimdan kichkina fikriga quloq solmay qo'ydim. Zoomer. Aql o'rgatadi. Mirshakar uchun 2000-yildan keyin u yog'i уже все, уже tumanda, tuman boshlanadi уже. Zoomer, pumer va Menda boshqa. 2000-yildan u yog'i grija davri. Birinchi grija davri. Birinchi grija. Ilk grija yillari. Erta grija asri. Barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana kulgilektual show va bu ko'rsatuvning boshlovchisi Nozim Safariy. Ko'rsatuvimizda ilk bor qatnashayotgan ishtirokchi bor. Sizga qisqacha tanishtirib o'tsam, bu O'zbekistondagi ilk Uchrashuv. yo'q. Birinchi degani. Ilk birinchi yumoristik va intellektual improvizatsion yana terminlar qo'shsak bo'ladi, ba'zi odamlar farqiga bormaydi-ku. Shunaqa show bizda birinchi shunaqa. Bu yerda shartlarimiz ham oddiy. Intellektual degani dan bilindi, srazu. Da, sizni chaqirganimizdan ham sezilyapti-ku, misol uchun. Buyuk intellekt sohibisiz-ku, baribir endi. Ko'pchilik bilmaydi endi, obrazasizda, prosta shunga. Bu yerda mantiqiy qiziqarli savollar beriladi. U savollarga yo to'g'ri javob berish mumkin yoki kulgili. To'g'ri javob uchun biz 2 ochko beramiz yoki boshqa aytganda 2 ball beramiz. Noto'g'ri bo'lsa-da va kulgili bo'lsa, biz qah-qah otib kulsak yoki xingircha bo'lsa, yarimta shiltiq xingircha bo'lsa ham 1 ochko olasiz. Shiltiq Xingir. Islom Karimov yangi konsert dasturi, shiltiq xingir. kulgular dastasi. Ko'rsatuvni boshlashdan oldin siz azizlarimizdan YouTube kanalimizga obuna bo'lishni, agarda bu ishni nimagadir qilmagan bo'lsangiz, like bosishni, komment qoldirishni hamda do'stlaringizga uzatishni unutmang. Undan tashqari eng ko'p like yiqqan komment uchun bizga sertifikatimiz bor. Sahna stand-up klubidan taqdim qilingan. Har oy bitta istagan showingizga bepul Wow. tekin degani qatnashish mumkin bo'ladi. Eng ko'p like yiqqan komment egasiga. Tomoshabinlargacha. Tomoshabinlarga faqat sog' salomat bo'linglar. Ishlaringizga rivoj, oilaviy barkamollik. Ko'rganimdan xursandman. Yo, bularni aybisanga уже pul sarflaganimi? Tomoshabinlarga bitta bera olmaysizmi? Ular joydamisiz? Tamam, tomoshabinlarimizga ham hozir aniqlaymiz qanday qilib bitta mana shunaqa sertifikatdan beramiz. Tamam. Это круто. Unutmanglar, Islom Karimov xalqni o'ylaydi. Islomjon, menga farqi yo'q. Sertifikat baribir Mirshakar cho'tagidan ketadi, menikidan emas. Bo'lmasa 2 ta. Давайте, 2 ta. Mirshakar aka onalarga o'xshab sizga qaryaptilar. Uyga borsak, gap bunda emas. Azam ko'z oldingizda 2 ta og'ayingiz baravar bala bo'lib qolganmi? Ana endi esa bugungi mehmonlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, ilk mehmonimiz qarsakalaringiz ostida Teacherjon Azam janoblari. Teacherjon Azam. Teacher Azamning Instagram sahifasi Yangiobod bozorga o'xshaydi. Hamma narsa bor, faqat sizga keraklisi emas. Yaxshi. O'yindan oldin bitta qisqa, yengil savolcha bermoqchiman. Quyidagi shaxslardan qaysi birida IELTS yo'q? Yo'lchiyev Mirabror, Otanazarov Ulug'murod yoki Teacher Azam? To'pa-to'g'ri, birortasida yo'q. Keyingi ishtirokchimiz Islom Karimov janoblari. Islomning yuzini sigaret qutisiga qo'ysangiz,
kamroq chakiladi, ha. Sho. Sigaret oluvchi odam buni o'rniga yoki saratonni berib yuboring deydi. Islom shu ko'rinish bilan yosh aktrisa bo'lganida aniq dublyajga o'tib ketgan bo'lardi. Islom Karimovning yuziga uzoq tikilgan fermerlar unda nimadir ikkisi kelib qoladi. Shudgor qilgisi kelib qoladi. Yo, shudgor qilingan ikkisi keladi. Ajoyib shudgor qilingan yerda bu. Va keyingi ishtirokchimiz Mirshakar Fayzulloyev janoblari. Mirshakar shu darajada ziqnaki, Ramazon aytib kelgan bolalarga hazil aytadi. Nimasi yomon? Bu ya bir hadya degan. Ha, tabassum ham hadya-ku. Xo'p. Va bugungi so'nggi ishtirokchimiz Farruh Sharipov janoblari. Ajoyib yosh umidli blogerlarimizdan. Farruh ijtimoiy tarmoqqa chiqishdan oldin oddiy operator edi. Hech qayerga chiqmagandi, chet elga. Farruh ko'rinishdan Tarzanga o'xshaydi. Bekmirza esa uni o'rmonga tashlab ketgan onaga. Naborot asra olgan ayiqqa o'xshaydi, balonga. Yo'q, o'z tanimaydi. Da. Kimda kim kulgilik dual showni kuzatib borsa, o'tgan safar biza ozgina bunt qilib, avtoritar boshlovchimizni avtoritetini ozgina omadsiz davlat to'ntarishi ro'y bergandi. Men badalg'a qilingan edim bu showdan. Bu meni hayotimdagi yagona intellektual hodisalar to'plami bo'lgani uchun men bu yoqqa qaytishga qaror qildim. Qanaqa qaytishni bilmayotgandim. Yaxshiyamki jahonda bo'layotgan voqealar menga qanaqa qaytishni podskazать qildi. Nozimning bitta orzusi harakat qilib yotibdi, YouTube'dan knopka olish. Juda ham katta orzu. YouTube bermayapti bunga nimagadir. Shuning uchun men o'zim sovg'a bilan keldim. Beringlar sovg'amni, iltimos, men Nozimga sovg'a beray. Menga yomon kayfiyatdagi boshlovchi kerak emas, da. Nozimjon, bu sizga. Rahmat. Ichida bor. Nima bor ichida? Ichidagi Bu meni kanalimning knopkasi, senga bo'la qolsin. Men o'zimni hozir Trumpday his qilyapman. Birovni yutug'ini o'zimga o'zlashtirib oldim. Shu senga bo'lsin, men tinch bo'lay bo'ldi. Da, bo'ldi. Zato nechta urishni men to'xtatdim. Da, zato shu paket chiqqaniga men nechta pul ishlab oldim. Boshla ko'rsatib endi. Yaxshi, ajoyib. Mendan bitta ajoyib sovg'am bor Mirshakar senga. Aynan o'sha oxirgi sonimizda ro'y bergan omadsiz davlat to'ntarishi bo'ldi-ku. Ya'ni qing'irlarcha, kalamushlarcha san tarafdan provokatsiya qilingan, uyushtirilgan va xalqni aldab, o'zining manfaatlari yo'lida manipulyatsiya qilganing uchun bugun sen o'yinni -2 ochko bilan boshlaysan. Qarsalaringiz. Yigitlar, men qo'limdan kelgancha ish qilyapman. Endi sizlar yutishga imkoniyat bor. Ha. Biz buni qadrlaymiz. Kutgandik, bilgandik. Da. Demak, hamma tayyor bo'lsa, biz birinchi raundni e'lon qilamiz. O'yinchoq tarqatmaysizmi? Ha? O'yinchoq tarqatmaysiz, pul aytmaysiz, nimaga o'ynayapmiz? Knopka. Qanday bunga chidash mumkin? Ko'ribsizlarmi? Ozgina jim o'tirdim, mana ahvol. Yana boshlandi Mirshakar tomonidan, mayli, bu safar kechirdim. Yo'q, biz bundan yaxshiroq boshliqmiz. Nima edi bu? Boshlovchiga loyiqmizmi? Xo'p, Mirshakarjon, seni og'zing nimadir bilan berkitish maqsadida. Men o'zimniki bilan kelganman. Tamom. Ajoyib, bo'lmasa Islom bu senga. Men uni cholib ko'rdim. Mana bu. Mana shu uchun buni olib keldim. Zamonaviy smartfon sizga. Paket. Ichida Duolingo bor. Yaxshi. Oching. Paketini ochmay buni. Oching. Ya'ni men bularni nimaga taqatyapman? Agarda sizda savoldan so'ng javob bo'lsa, ushbu tovush chiqarish uskunalarimizni chalgan holda javob berasiz. Endi esa Intriga kerak bo'lsa aytib qo'ysanglar. Hozir intrigani aytaman. Asosiy intriga. Hozircha intriga chala olarmikin degan. Da. Yagona intriga chala oladi. Asosiy intriga hozir bugun nech pul o'ynaladi degan savol hammani qilyapti, to'g'rimi? Hamma shu uchun yig'ilgan-ku o'zi. Qani kim bugun jackpotni olib ketadi degan. Demak, bugungi sovrin jamg'armamiz Gulniroz qarsalaringiz ostida 304 ming so'm.
Da, va bugungi o'yinimiz g'olibi super o'yinga chiqib, super unda ham g'alaba qozonsa, bu pullar 2 barobarga oshadi va 608 ming so'm bo'ladi. Ha, yo'q. Da, серьезный pul. Mana pulni olib qolasan. Buni o'zingiz bilan olib ketsangiz ham bo'ladi agar. Ha, yo'q. Agar nima do'mbira kerak bo'lsa uyda. Sizlar ham Zoomerga o'yinchoq berib qo'ydinglar. Kayf o'tirmang. Hammasi to'g'rimi? Boshlasak bo'ladimi endi? Menga nima ishondim? Boshliq, boshlaymi? Endi knopka sizda-yu, siz glavniysiz. Pul sanda уже, давай. Rahmat Farruh. Bir ochko Farruhga. To'xtang, men tushundim. Asosiy kalit so'zni aytdi-da. Siz glavniysiz dedi. To'xtang, gapingizdan oldin aytib qo'ysangiz, men berib turaman. Demak, Farruh Sharipovga ruscha gapirgani uchun minus 1 ochko. Bля. Endi glavniy ruscha-yu. Kompliment uchun rahmat, faqat keyingi safar o'zbekcha aytishga harakat qiling. Chunki tabiat bitta xatoni 2 marta qaytarmaydi. Seni butun vujudim va qolgan organlarim bilan tinglayman. Xo'sh? Birinchi raund? Birinchi raund e'lon qilaymi? Bizda birinchi raund. Bo'lmasa hammaga ball berib tashlaydi, yana men minus bilan qo'l ketaman. Sizga ham qiziqyaptimi? O'tgan ko'rsatuvda biladi, nima konflikt bo'lgani? Men ko'zim tushgandi bunga, ha. Davlat to'ntarilishi bo'lgan, ha. Boshlovchilik kursini egallamoqchi bo'lishgan. Egallaydigan odam topilmay qoldi. Biz olib tashlashga olib tashladik. Kim o'tiradi degan savolga javob topolmadik. Odatiy revolyutsiya nima bilan tugaydi? Hech narsa bilan. Hech narsa bilan. Lekin yaxshi bo'pti. O'tgan boshqa boshlovchining davrida biz qiynalganmiz. U ham shu edi. Ha, yo'q. Ehtiyot bo'l, hozir yana minus 5. Pul emasmidi? Yo'q. Bu edi. Ya, bu gapingizni yaxshi kunlarga saqlab qo'ying. Mendan keyin keladigan boshlovchiga. Hozircha esa sizga minus 1 ochko. Shamolning turlari ko'p. Illyuminator, oq shkval, doktor va hokazo. Yana bir turi xotincha shamol deyiladi. Bu ravshan va iliq havo bilan birga keluvchi yengil Kamchatka shamoli. Ravshan necha yosh? Savol: nega ular bu shamolni xotincha shamol deb nomlashgan? Azam birinchi. Bilib bo'lmaydi, oldindan uni tushunib bo'lmaydi. Hali bunaqa esadi, hali issiq, sovuq. Shunga bilib bo'lmaydi, shuning uchun. Ha, juda ham ekspressiv, impulsiv demoqchisiz. Shunday. Mantiq bor, lekin javob to'g'ri. U kunduzi shamol kunduzi kuni bilan shovqin so'ron qiladi, kechqurun borib tinchib qoladi. Yo'q. Yo'qmi, ha? Yo'q. Kechqurun tinchib qoladi. Naborot bo'lish kerak emasmidi o'zi? Birdan boshlanib, birdan to'xtaydigan shamol emasmi? Keyin yana birdan boshlanib, yana birdan to'xtaydi. Yo'q, sen shu hamma ayollar bilan qanaqa stereotiplaring bor, hammasini ishlatmoqchisan, to'g'rimi? Aha, ular nima uchun bo'lmasa ayolcha shamol deydi buni. Ну, давай aytki, beshik tebratadigan shamol degan, давай, yana bor. Yo'q, gapida turmaydigan shamol bo'lmasa. Bugun zo'r shamol bo'laman deydi-da, bo'lmaydi. Yoki anaqa Iliqqina shabada bo'ladi bo'ldi dago. yoki ana choyxonaga qatnamaydigan shamol-da bu, ha? O'rtoqlari xotincha deb qo'yib olgan. Javobni to'g'ri, lekin islomga bir ochko bor. Bu eng kuchli shamol bo'lgani uchun xotin shamol deyiladi, chunki akamizni illyuminatordan boshlanib chiqarganda o'tdagi shamol kuchli bo'lgan, u eng kuchli shamol deb o'ylagan. Keyin Kamchatkani o'zida eng muzlagan xalaqda shamolni ko'rib, mana shu eng kuchli shamol bo'lsa kerak deb. Keyin uyga qarab kelsa, uni Bu javobni nomini men ana ko'zga qum sepish deb atagan bo'lardim. Kreativlik uchun bir ochko beramiz, lekin menimcha illyuminatordan bosh chiqarib bo'lmaydi. no. Menimcha shuning uchun illyuminator deyiladi. Da. Azamjon? Endi rus xalqi qanaqa hozirgi ustaligini inobatga olsak, bilamiz Kamchatkada baliq tutish, baliq industriyasi rivojlangan, shamol esganda baliq hidi kelishi mumkin. Men tushunmadim hazirlarini. Mening tushunmaganlikka oldim o'zimda. Damachi, hech kim tushunmadi, lekin men baribir har ehtimolga qarshi bir ochko berib qo'yaveray Azamga. Chunki bir ochko bersang, bu hozir montajda qoladi. Agar ochko bermasa, olib tashlasa bo'ladi. Azamning baliq hidiga bag'ishlangan javobi. Azam, men sizga rahmim kelyapti. Baxtli bo'ling. Islom? Nima uchun u ayolcha shamol deydi? Chunki bu xotincha shamol deydi. Xotinchami, ayolcha emas? Ayolcha emas, xotincha ekan. Bir daqiqa, xotincha degani kichkina xotin degani emas. Prosta xotincha sifat bu. Bilib xotiraman, tushundim. Nima uchun xotincha shamol deyiladi? Chunki bu asosan bu shamoldan keyin yomg'irmi nimadir yog'adi. O'shaning uchun. Yig'loqi shamolda. Ha, tam tipa kayfiyati zo'r.
Sen chalg'ib pul tomoqchi eding, senga cho'yda Shunday, qopadi. ham muallif bo'lyapman-da javobga. Qani, Shunday, to'g'ri, Hech bo'lmasa qo'shilaman. 0,1 olish uchun Ana, mutlaqo noto'g'ri javob deb o'zing ekan. Sen javobing? Men shuni kutdim. Bu Kamchatka o'sha ayollarining bir odati bilan bog'liq. Hayot tarzidagi bir odat bilan bog'liq, o'shanga o'xshatib qo'yishgan. Va u odati aynan shu shamol bilan ham bog'liq ularning. Kir yuvgani chiqsa bo'ladi. Kir yuvgan chiqsa bo'ladi. Javobni to'g'ri, lekin sen juda ham yaqin kelding. Bu bir balga ham Kir tortmaydi. yuvish bilan bog'liq. Mana sizlarga Bir yordam. balga ham tortmayapti. 70% ga to'g'ri pashdi. Kirni ko'chaga ilsa bo'ladi, muzlab qolmaydi. To'ppa to'g'ri. Men nima qilay? Xuddi shunaqa bu shamolnoma shu uchun shunaqa atalganki, Kamchatka ayollari shu shamol esgan paytda kirlarini quritib olishadi. 1812-yilgi urush vaqtida shunday holatni ko'rish mumkin edi. Fransuz askarlari tashlab ketilgan boy rus uylarida yerga suv quyishgan. Savol: bu ishni nima maqsadda qilishgan? O'sha odamgarchilik nisbatan bular o'zini o'zi yoqib yuboradi, suv tashib ketaylik deyishganda. Bir ochko beramiz, Farruxga menga yo'qdi. Mana shiltiq xingirchi mana shu deyiladi. Shunday. Agar kimni tushunmagan bo'lsa. Endi fransuzlar ruslarni o'zi yoqibdi uyini. Endi o'zimizni o'zimiz haydaymiz deb ketidan o'ziga o'zi suv quyib yuborishganda, qaytib kelmasin deydi. Ketidan suv quyib yuboradi. Bu takoy nim shiltiq bo'ldi. Mayli, Azamga ham bir ochko beramiz, bekor o'tirmasin. Shakarjon? Balki ekin ekmasligi uchun. Ekin ekmasligi uchun. Kim ekmasligi uchun ekin? Hech kim. Qancha suv tashib ketishgan? Ha, balki o'qitilgan suvdir. Bu lekin deydigan javob. O'qitilgan suv yerga to'kib nima qilasan? Jo'rajon, qayerga to'k desa o'sha rol bo'lib to'kiladi bu. Bormi shunaqa qoidasi? Javobni to'g'ri. Suv Lekin mantiq bor, bu bir balli javob. Buni men buni aytish uchun tan olishim kerak edi birinchi. Yo'q. Mantiq yo'q. Mantiq yo'q. Va biz ana bunaqa mantiq bormi yo'qmi ishlaydi. Hozir to'xta, 1 minut olmasang isbotlayman. Napoleonga telefon Hozir isbotlayman men senga. Rasm so'raydi-da, bir oydan keyin gaplashamiz. tushundim. Ishlaring teskari ketish boshlasa, Jo'rajon rasmni o'chirib tasha demak endi. Ishonmayman. Fransuzlar borganda ruslar qolmagan, uyda hech kim bo'lmagan. Demak, fransuzlar uyda yolg'iz bo'lgan va ular o'zini imzosini qoldirib ketish uchun biz endi shilta o'g'rilarmiz deb suqib ketishgan. Biz qo'l o'g'rilarmiz. Yangi yilga. Va bu buyuk fransuz kinosi qatgancha, to'g'rimi? O'sha Novaya Valna, o'sha paytlarda olingan. Bir ochko beramiz Azam teacherga. Ular bu uylarga kirgan paytda resurs qidirgan. Bilsangizlar, Napoleon armiyasi juda bir och qolib ketadi, hech qanday ovqat topa olmaydi, juda qahraton qish, ko'pchiligi prosta qishda o'lib ketadi, ochlikdan o'lib ketadi. Ular nimadir qidirib kelyapti uyga. O'sha uchun suv quyapti. Suvni quyishdan maqsad nimadir topish. Islom? Menimcha, agar ular donponlarini olib ketgan bo'lsa, to'kiladi-ku. Suv sepadi, o'sha don o'sib chiqadi, o'shani yeydi-da keyin. 1 yil kutish kerak uni. Ha? 1 yil kutish kerak. Ha, endi jang qancha davom etadi, hech kim bilmagan-ku. Ha, u dondan qancha chiqardi? Taxmin. Bular suv quyib, yer tagida nimadir bekitilganmi yo'qmi topmoqchi. Qanday qilib? Endi men fransuz emas. Ular bu yer tagiga bekitilgan narsani qidiryapti-da hozir. Suv quysa agar balki cho'kadi. Kovlangan joy cho'kar. Hammamiz qishga, endi sizlarni bilmadim, shaharliklar sabzi ko'mganmiz. Вот suv bo'lsa cho'kadi ozgina joyi. Va bu to'pa to'g'ri javob. Qarzingni qaytarding, rahmat senga. Xuddi shunaqa ular yeriga nimadir ko'mib ketishganmi yo'qmi aniqlash uchun suv quyishgan. Yangi ko'milgan yer zichligi past bo'ladi va suv tekkandan keyin sразу o'zi pastga cho'kadi. Atak yaxshi ham bitta ishtirokchi so'rab berdi, suvni qanaqa qilishganida. Da, yaxshi ham. O'sha ishtirokchini topsak rahmat aytib qo'yamiz bir kunda. Rahmat nima? 1 ball bering prosta. 1 ball mana senga. Rahmat. Boshqa ko'rsatuvnikida bunga o'tmaydi. Tunga qahramondanmi? Mayli, Farruxga 1 ochko beramiz. Lekin ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki. Nimaga siz to'g'ri javobga ball, yalinganga ochko beryapsiz? Lekin ma'lumot o'rnida aytish kerakki, bu ko'rsatuvda o'zi har doim yordam beriladi. Sizsiz ham. Bo'ldi. Germaniyada ba'zi muassasalar yonida qalbaki avtobus bekatlari o'rnatiladi. Aynan qanday muassasalar yoniga va nima maqsadda bunday bekatlar o'rnatiladi? Mirqobil? Turmalarni oldiga qochib ketgan odamni sразу ushlab olish uchun. Davay +2 davom etamiz keyingi savol.
Javobing noto'g'ri. To'ppa to'g'ri. Yo'q. Jinnixona deganim? Noto'g'ri. Jinnixonalarning oldiga. Da, jinnixonalarning oldiga. Yo'q. Nimaga jinnixona? Jinnixonalarning oldiga qochib chiqqan odam o'sha yerda kutadi-da, avtobus kutib turgan payt o'lib ketadilar uni. Qalbaki avtobus bekati. Ha, u ko'radi, qalbakiga bilmaydi-ku. Qara, javobing 50% ga to'g'ri. Bilaman. 50% ga to'g'ri. Qolgan 50% endi men jinnixona demasligim kerak, sizga ruhiy kasalliklar shifoxonasi deyishim kerak. Ya, ya, Tanmadan ya, formulirovka ya, ya, bilan ya. bog'liq joyi bor. Ya. Takoy Virgulni noto'g'ri joyga qo'ygan bo'lishingiz yo'q, mumkin. просто shu javobni boshqa odam aytishi kerak, там понятно уже bu Hozir sxema. Farruh eshitaylikchi? Boshqa bekatlarda bomjlar uxlab qolmasin deb spetsialni ular uchun oстановка, ну, такое Ha, bomjlar uchun bekat. Da. Takoy, bomjdan qayerda uxlash kerak. Ha, shuning uchun. Yo'q, javob to'g'ri. Shakarga senga aytmoqchi bo'lganim, javobi senga 1 ochko bor o'zi. Lekin sen mexanizm to'g'ri topding. Qalbaki bekatda avtobus kutgan odamni Tutib oladi, da. nima bilib bilish uchun. Lekin muassasa noto'g'ri. Muassasa qariyalar uyi bo'lsa kerak. To'ppa to'g'ri. Qariyalar uyi va bu o'sha Yaxshi. Alzheimer kasalligi bilan og'ringan odamlar uchun qilinadi. Ular qaysidir moment uyga ketyapman deb o'ylab bekat oldida kutib turadi va o'sha muassasa xodimlari uni o'sha qochib chiqib ketganini bilib olib, qaytarib Bu yaxshiligingizni unutmayman, Mirshakar aka, rahmat. Bunisini va ham deng. Teacherjon Azamga 1 ochko, Mirshakar Fayzulovga 1 ochko. Nельзя, честно, shu yutdi, shunga bering. Yo'q, 1 ochko beravering Mirshakar akaga. Menga 2 ochko to'g'ri javobga bering-da. Da. Yo'q, ikkalangizga ham 1 ochko beradi, chunki 50 topildi. Bu To'g'ri, mexanizmni to'g'ri topdi, to'g'ri, siz to'g'ri. muassasa nomini to'g'ri topdingiz. Yaxshi ham yo'q, bu emas. Yaxshi ham bitta bola jim o'tirdi, sizlar o'ylab topa oldinglar-a? Bitta bola jim o'tirib sizlarga xalaqit bermadi o'ylashga. Yaxshi ham bitta bola farosatli ekan-a? Kattalar gapirganda gap qo'shmay o'tirdi. Yo, men islomni aytayotgandim. Mana bizda keyingi raund. 15-asrda Vo bale. Ronta yangi savol yo'q. Hammasi Farruxda imkoniyat katta. 15-asrda Lotaringiyada shunday odat bo'lgan. Lotaringani tushunmadim, qanaqa? Yo, hozir so'rama, keyin podskazka qilib so'rab olasan. Lotaringiya o'sha muqaddas Rim imperiyasi xuddi paydo bo'lgan. Lotaringa nalat deganda ekan. Hozirgi Fransiya va Germaniya o'rtasidagi joy. Aha, bo'ldi. Lotaringa. Agarda Omad showmi bu? qishloqqa muhim mehmon kelsa, xizmatchilarni kechki payt ko'lmakka chiqib, kaltak bilan suvga urishni buyurishgan. Savol, bu ishni nima uchun qilishgan? Nima bilan suvga urish? Kaltak bilan suvni urishgan. Agar juda bir muhim mehmon kelsa qishloqqa, o'sha xizmatchilar chiqishgan, o'sha yonidagi luboy sohil bo'lmi yoki qanaqadir ko'lmakni suvni yaxshilab urishgan, savalashgan. Islom Ular suvni urganda suv qiziydi ertalabgacha deb o'ylaganda, ertalab turib mehmon issiq suvga yuzini yuvsin degan. bu mana o'zi bu takoy mustahkam shiltiq xingircha. Takoy 1 ochko beramiz Islomga, lekin afsuski javob noto'g'ri. Mirshakar? Hamma ishni qilib qo'yilgan, lekin mehmon seryozni. Shu uchun bular bera yurib xalaqit bermasa, oyoqdagi o'ralashmasin deb ish buyurib qo'ygan, prosta borib suvni uringlar deb. Bu ko'zga ko'rinmaylar tan bo'linglar. Mehmon kelgan payt bachalarimga nimadir ish o'ylab topaman-da. Bu xuddi armiyada stroybatda-da. Da, lom bilan archani sug'or deydi-ku. Bu shunaqa ish. Javob to'g'ri. Farruh? Короче, 15 yo'q, to'g'ri. 15-asr. Aytaverish kerak. Kelib qoldi-da. Men o'yladim, prosta uyini oldiga suv sepib qo'yishgan ruslarni. O'shalarning alami chiqib 15-asrda 60dan borib olaman. Yaxshi, Farruhga 1 ochko beramiz. Mana bu o'zi halol. Yana bittasi bor. Yana bittasi bor. Seriozniroq odam kelayotgan uchun yumshoqroq suv beramiz deb suvni yumshatishgan. Juda yaxshi. Maylimi? Yana 1 ochko. Yana 1 ochko. Yana bitta aytishga. Yana bir. Yana bitta. Men tushundim. Men bitta shu uchinchisi. Halol. Va navbat kutib o'tirman men haldan beri. Endi bu chalgan endi nima qilamiz endi? Nima qilamiz buni endi? Muhim mehmon yomg'irdan kelayotganida anonimada biz sani situatsiyani tushunmaymiz, o'sha sani ustingga tushgan yomg'irni mana uryapmiz. Yana yo'qasanmi? Manimcha yetadi. Da ajoyib. Bu ham yaxshi, ketma-ket 2 ochko oldik. Oxirgi marta buni faqat Rasul qilgan. Mirshakar? Uyingga mehmon kelyapti. Uyning atrofidagi joylar chang bo'lib yotsa yoqmaydi mehmonga. Shu uchun suvlar chang bo'lmasin deb urgan, qoqqan, xudigilam qoqqanday. Suv nimaga uryapti? Changi ketsin deb. Changiga. Ana shuncha javobdan shunga sani savoling bor-a? Qo'ygan hammasi to'g'ri, plus bal.
Mursakar, suvni changi bo'ladimi? Realni de. Farruh yoshbacha, u plyus bal. San ekanligi ishlaydi-ku. Bro, İbotdaman, navbat kutib o'tiribman haldan beri. qarang, yo'q. Sizni versiyangiz realni, nelogичный-da. Suvni, changini chiqarib bo'lmaydi-yu, uni, короче, osgan dori. O'shanda urgan. To'g'rimi? Da, Mushakar bilan Farruhga 1 ochkodan. Neplохо. Yaxshi ham qaysidir bola hozir mana поддержка qilibdiki, biz 1 bal oldik mana shu odamdan. Hozir azalni Men bildim, sendan bal olish uchun men yoshroq yigit bilan kelishim kerak ekan. Demak, mehmon nozik. juda muhim. Juda muhim mehmon. Juda nozik. Kelgan. Kamida 200 kilo. Kamida 200 kilo. Shu nozik mehmon. U uxlash kerak. Uxlaganda bilasiz, ko'lda atrofda mayda hasharotlar, hayvonlar ovoz chiqaradi va o'shani ular ovoz chiqarmasligi uchun qo'rqitish maqsadida borib kaltaklab turgan, ular ovoz chiqarmagan. Sen juda to'g'ri so'qmoqqa qadam qo'yding. Rahmat. Faqat aniqlashtirib bitta o'ylab yana qaytib javob bergin. Nimasini aniqlashtiray? Ya bir balingiz bor, kimdir topsa hozir, chunki Yo'q, meni Mushakar? Qurvaqalarni haydagan. Nimaga? Quroq qilavermasin. Men hozir To'pa to'g'ri. Ey, xalq! Xalq! Men nima dedim? Mayda hayvon, hasharot. Islom, qara. Islom, qara. Mana endi demokratiya illyuziyasini qo'llaydigan paytda. Boya men demay qo'llamadik. Men javob berdim, og'zimdan olib maniki dedi, haydadim. Sizda boshqacha edi. Bal berib bo'lgandim. Aniq aytdim. Yo'q, birinchi savolda men topayotgan joyimda qildik. Hozir tomoshabinlardan so'raymiz. Ochko 1 ochkodan 2 ochko 1 ochkodan bo'linib berilishi kerakmi yoki hammasi Murshakargami? Ha deganlar. Bitta qasaqchaliklar. Ayting. nimaga ikkita tanlov-ku? Qaysi biri? Ha degan, qaysi biriga? Yo'q, bu birinchi marta xalqdan so'rash mexanizmini bilmaydi. Qaysi biriga? Anaqa ha deganlar qarsa, yo'q deganlar chiqib ketdi. Ha deganlar, ha deb baqirsin, yo'q deganlar kim ekan u? Qani? Ro'yxatini beringlar menga. Yo'q deganlarni topaman. Endi biz demokratiyaga ko'nikmagan xalqmiz endi. Birinchi marta bu. Tayyormasmiz. Hozir men o'zimni chimildiqqa kirgandek his qilyapman-da birinchi. Bizda bu uydagilarni aytibdi nozim. Yo'q. Demak, qaranglar, Mushakar to'pa-to'g'ri javob berdi va islomni bunda hech qanaqa aloqasi yordami yo'q deganlar bitta qasak chalinglar. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Nol aloqa. Da, endi esa Mushakar ham to'g'ri fikr bildirdi, o'tkir bola, zo'r bola, lekin islom baribir asosiy javobni beruvdi deganlar bitta qasak. Yo'q, men aytaman, aniqini Menga aytaman. qara, demokratiya so'raysan, lekin natijasi yoqmaydi-ku o'zingga. Men balpalingga ishim yo'q. Bu kishim hasharotlar dedilar. Hayvon, mayda hayvon va hasharotlar dedim. Bu befarosatlik. Bu lekin aka, bu Davay Farruhga bo'lsin bu okani ishga olish kerak mana shu. Bu Farruhning shaxsiy falatimi deyman-da. To'xtaylik. Hozircha mana bunaqa Yo'q, bo'ldi. Farruh aql bilan ola olishiga ishonyapti. Yo'q, eshitinglar. Hozir mana bitta tepada ozgina muhokama qilindi, to'g'rimi? Xalqqa ham eshitdik mana hozir xalqqa ovozi. Xalqqa ovoziga bo'lgan munosabatimiz o'zi qanaqa? Bitta e'tibor bering shuni. Zo'r. Xalq bo'lindi-ku, birga bir beringlar bir-birdan deb. Bitta xalq emas, u fuqaro. Mana xalq. Hozir siz uchun faqat bitta fuqaro so'z fikr bildirdi. Yo'q, saylov o'tib bo'ldi, Murshakarga hali ham rozi emas. Qarshilik Ko'rdingmi, bo'ldi. demokratiya bo'lsa, populistlar ana shunday ochkolaringni egallab oladi. Shu uchun 2 ochkoni 2 ga bo'lib beramiz, 1 ochkodan. Va 1 ochkoni va 1 ochkoni Farruh keyingi raundlarda olish imkoniyati bor. rahmat. Imkoniyati borligi haqida rejalar tuzilishi ma'lum qilinishi haqida tashkiliy ishlar yuritish bo'yicha qilmaydi yozilgan ekan. Nima deyapsiz? chora-tadbirlar yo'lga qo'yilishi, kelishib olinishi inobatga olinadi. Muhokama qilindi. Inobatga olinishi muhokama qilindi. O'rtaga. Bizda keyingi raund. Xudoga shukr. Qani keyingi savolimizni fake amerikanец Azam teacher Face amerikanец. такой fake teenager amerikanец Azam teacher topa oladimi? Savolimiz juda ham qisqa. Ketdi. Amerika maktablarida tug'ilgan kunni yarmini ham nishonlash odati bor. Masalan, 11,5 yoshda ham nishonlashadi maktabda. Savol: bundan ko'zlangan maqsad nima? Chunki buni bilamiz, o'zimni tug'ilgan kunim yozda bo'lgani uchun bu og'riqni yaxshi his qilaman. Ta'til payti to'g'ri keladi-da tug'ilgan kun o'shanga. Normalniy это. Shunga Bu to'g'ri javob. Endi oson edi.
fake amerikansimiz tobora amerikaliklarga o'xshab boryapti. Make Azam great again. Make Azam teacher again. O'zim yozda deb tug'ilgan kunim, og'rig'i bittada his Qaysi oy? qildim. Eng qizig'i shu, AQShni mustaqillik kunida, 4-iyulda shunday. 4-iyulda tug'ilgansiz. Ha, Adam tug'ilgan kunlar 11-sentyabr. Amerika mustaqillik kunidami? Shunday. Zerikarli faktlar rukni o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar qiziqarli o'ylar ekansizlar-ku. Shunday. Fransuz revolyutsiyasi payti tug'ilganlar yo'qmi? Kimni tug'ilgan kunida kurka so'yasizlar? Hech kimni. 29-oktyabr oyimi tug'ilgan kunlar. Va shoshmang, menimcha siz yangi yilni Halloween. va menimcha siz yangi yilni sal oldinroq nishonlaysiz, ha? Shunday. Yo'q. Yo'qmi? Sal oldinroq emas. Hozir 31-da. Hamchadinda Azam bizga hech aloqasi yo'qligini hal qilib olamiz. Hayitda kim tug'ilgan uyinglarda? Tak, ana endi esa hozirgacha egallangan ballar va kim aslida kimligini bilib olamiz. Senga ballan Mo'ymirdan tashlab berdimi? Demak, Mirshakar Fayzulloyev hamda Islom Karimovda 3 ochkodan, Farruh Sharipovda 5 ochko, Menda 3 ochko. 3 ochko Men mana. hisob komissiyasiga menda bitta e'tirozim bor. Sen bitta Va buni montajda ko'rib chiqish kerak. sen bitta minus ham olding lekin o'rtada. Yo'q, lekin aka men bitta to'g'ri javob berdim. Da. Ikkita kulgili javob berdim va men yana bitta bo'lib oldik. O'shanda Mana ham boya bitta 5 to'g'ri bo'lish kerak edi. Yana Menda bir hozir ball. 3 ball. Birga Bilmayman. oldik. Mana 2 minus 4 bo'lish kerak menda. Mana minus 2 man bor. lekin balli sistemasiga savollar yo'q. Yaxshi ketyapmiz. Menimcha bu temani ochib Yo'q, o'tirish. to'g'ri. Menimcha sal adashding. Hisob komissiyasini premiyasidan kesamiz. Maniki noto'g'riligini razbor ham qilmaymiz, ketdik, tamom. Islom Karimovda 4 ochko, Farruhda 5 ochko, Teacherjon Azamda esa 6 ochko. Yaxshi. Normal, 3 4 5 6. Futbol klublari futbolkasida homiylarning nomi yoziladi. Shartnomalar uzoq muddatga tuzilgani bois futboldagi Freestyle. Hozir Prям ssenariyga tushib ketdi so'zlari. Futbol. G'ani qildirakni qizlatib qildiradi, g'ani qildirakni qizlatib qildiradi, g'ani qildirakni qizlatib qildiradi. Hammasi joyida mana. Qaraganingda Tik pitak pitodi. no Bidik bidik bidak bido. Rilar. Kulmanglar, suv beringlar bunga. Yo, suvma, samamchi qaysidir finlandiyalik futbolchining nomini ayting hozir. Ha, yomg'ir chaqirdim orada. Nozim qaraganda kulgilikda show yozolmaymiz. Mana shunaqa to'xtab qolsa uchib ketadi. Stakanda turadi. Unda yechib oladi-da. Futbolchilarimiz dedi. Endi og'ziga 80 million so'mni sig'dirgan odam sifatida sen yaxshiroq bilasan bu narsani. Endi bir kam og'zimga hasad qilishing bo'lmasin. Og'iz bo'shlig'ingga aniqlik kiritaylik. Og'iz bo'shlig'ingga xunukligini-chi biz. Da oldin bo'shlig'itda aka qayta. Tan olisham kerak. Hozir o'tolib qoldi. Demak, savolni boshlayman, qarasho. Futbol klublari futbolkasida homiylarning nomi yoziladi. Shartnomalar uzoq muddatga tuzilgani bois futbolkadagi yozuvlar ko'p ham o'zgaravermaydi. 2003-yilda Madridning Atletico klubi noodatiy shartnoma tuzgan. Unga ko'ra, deyarli har hafta o'yinchilar futbolkadagi yangi yozuv bilan maydonga tushardi. Savol: Atletico Madrid formasida nima reklama qilingan? Qanaqadir fondoviy birjami? Nimacha o'zgargan? Nimadir aktual ma'lumotlarni pechat qilib turgan. Tipa kotirovkalar o'zgargani yo'q. Просто telefon. Eshitaylik ozgina. Qachayt, normal. Kostadan yaxshiroq-da, aha. Ma'lumcha shu Akfa Holdingga har xil bizneslar har hafta yangitdan Miami'da boshqalar aralashib turgan bo'lsa kerak. Yaxshi, menga yo'q. Bitta optimal ish yaxshi-da baribir biznes sifatida. Nega endi yo'q? Da, bir ochko beramiz Azamga, chunki juda bir chuqur lokal hazil bo'ldi. Kulishga ham qo'rqishda e'tibor berdingizmi? Nechinchi yil? Yaxshi javoblikda to'g'ri, 2003. Bu Farruh tug'ilgan paytlar taxminan. 3ga kirgan paytda. 3 yosh katta ekan. Kichkina bo'la. Hammani tekshirdim, matematika hammada yaxshi. Norim. Chiqib ketdi vaziyatdan. Mendan tashqari demading-da. Mashina emasmi? Mashina kompaniyasi bilan shartnoma qilgan va u har xil mashinalar nomini yozib Har xil markalarni. Ha, Yo'q, bilasizlarmi, qaysi tomonda ular o'z to'g'ridan-to'g'ri uni mahsuloti emas.
Lekin mana shu narsa o'sha biznesdan foydalanishga tomoshabinni chorlagan. Hozir juda qiynashtirib yubordim. Undagan, ha. Yo'q, naborat, Tak, yaqin kelyapmiz. ana ob-havoni yozib chiqmaganmi, mabodo? Kecha qor yog'di. Bu ham bor edi variant orasida. Kelasi hafta qor bo'ladi deganda. Boshqasi bo'lmaydi. Ha, yomg'ir bo'ladi deb. Buni menimcha Keyingi hafta amalga oshmasa agar, uzrda endi degan o'zi bilan. Futbolkalar yozuv-yu, aka. menimcha buni televideniya olgan o'ziga, qaysidir kanal, misol uchun iqror bugun mana bunaqa kelin ketadi. Yoki tam homilador kelin, nimadir kelin. Yaqin kelyapsiz juda ham. Sizga bir ochko. Yoki iqror Juda yaqin keldi. Soni prям Atletikoni sotib olganda, aktyorlarning ismi уже. Da, endi bu okey, Milliy TV boshqa emas, lekin ham HBO bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan o'sha payt gigantlar bo'lgan streaming Juda yaqin o'shalarning kelyapsiz. seriallari. Yo'q. Bugun soat nechida yangi epizod chiqishi, kim uchun bo'lsa Lost bo'lishi mumkin. Yo'q, bu kinematografiya bilan bog'liq, lekin oxirlashlar emas. Aktyorskiy sostav. Futboldan keyin nima ketishi bilan? Yo'q. Qaysi kanalda? Warner Brothers yoki studiyalarni premyeralari, nima filmlar bo'lishi. Studiyalar emas, Warner Bros emas, streaming servis emas. Yani qanaqa biznes bor kinoda? Kinoteatr. To'g'ri. Kinoteatrda o'zining kinosini reklama qildirgan. Shu hafta ekranga chiqadigan kinolarni nomi bo'lgan. Ha, shunda hozir bular 05, 025 beramizmi hech bo'lmasa? Yo, chaynab berildi-yu, ancha. Menimcha 2 ballni ham Islomga berish kerak. Chunki 2 ball. Chunki to'g'ri javob kim og'zidan chiqdi? Mana bu yerda qayerdan Lekin Nozim aka, o'sha serial, kino, studiya hammasini olib kelganini ham inobatga olish kerakmi, deyapmiz-da. O'zida yordam berganlarni inobatga olib uni turish inobatga kerak. olyapmiz, lekin balli to'liq bunga berish kerak. Yo'q, sizni javobingiz, javobingiz ko'p deydi-yu. sizni javobingiz bu javobni bir qismi bo'la olmaydi baribir. hech qanaqasiga. Hozir demokratiya qilsak yana demokratiyozlik, Shunday. yana o'sha hech narsalar tugamaydi deb. Shuning uchun qo'yinglar tinchgina diktatura qilamizda, islomga 2 ochko beramiz. Mayli, biz xursandmiz. Biz nimaga erishdik? Biz ikkita bitta xullas keyingi raund. Quyonlarni otib mana tashladinglar. uni bali ko'payib ketmasligiga erishdik. Mana u ham haddan tashqari xafa bo'lsa, birovning og'zidan javob olib qo'yadigan odati bor. Bu ham o'rsanroq. Ana endi xotirjamlikka erishdik, ikkalamiz bitta choy aytsak bo'ladi. Keyingi safar islomni ehtiyot bo'linglar. Islom juda ayyorovchi. Islom oxirigacha kutadi-da, uni qilib turgan paytda shuni olib ketadi. Tomda, tushunyapsizmi? Buni qarangki, Voye. Poltergeist filmida sahna ko'rinishlarida haqiqiy odam skeletlaridan foydalanishgan ekan. Bunga sabab esa sun'iy skeletlarga qaraganda bir farq. Qanday? Sun'iy skeletni olsang, unga alohida yana ism ham qo'yish kerak. Qiyinmi bu? Haqiqiy skelet уже ismi bilan keladi. Bir ochko beramiz Burchakarga. Azam? Uzr aytmasam bo'lmasdan turay tanshini. Adashmasam 70-yillardagi kino, adashmasam yangi Gollivud budjet tanqisligi bo'lgan. Haqiqiy skeletlar arzonroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Va, endi aytmoqchi edim. Aytmoqchisizki, sun'iy skeletdan ko'ra haqiqiy skeletlar arzon. Va bu to'g'ri javob. Okay. Aniq to'g'riligi. Ajoyib. Men o'ylagandim ozgina razgon qilamiz deb, yoki yo'q. Azam baribir o'zi hamla qilib olib ketdi 2 ochkoni. Shu uchun ulguray dedim, deb bitta azalanmaydi. Azamga 2 ochkoni yozamiz va men keyingi raundda e'lon qilaman. Tak, endi Azamga bironta -1 ballik bir vaziyatni topishimiz kerak barchaga. O'chota Bu Milliy TVda tok-shou olib boradi. Bu normalniy ishmi shu? Yo'q, menimcha buni o'zi jazo-ku bunga. Bas kameraman topib beraymi? Bu ko'rsatuvda faqat siz galstukga babichka taqishingiz mumkin. Nima bu? Nima ahvol bu? Ha? Ya, davayt bunday qilaylik. Anaqa minuslik, salbiy bo'lmaylikda, o'sha uchun Farruxga bir ochko beraylik. O'rtoqlar. Ne, qara, bu o'ylovga minus bermay nima berasan? Kimnidir qashlatgandan ko'ra bir kambag'al bechorani nima qilaylik? Qo'ylaylik. Xalq qo'ylaylik. Men qarang, siz ana reklamangizga targit yoqishdi, bas qiling. 2026-yil. Yaxshi. Ingliz tilini hali ham o'rganmoqchi emasmisiz? Gap o'zing Yo'q, boshlading. o'rganmoqchi emasmiz. Gap o'zing boshlading. Balo bomber shakar deb boshla. Qaranglar, Englify agar boshqa вообще variant qolmasa zo'r variant. Lekin unutmanglar, kelajak ingliz tilida. Ikkinchi til bo'ladi ingliz tili baribir O'zbekistonda. Albatta. Amin. Kelajak ingliz tili bilan, lekin o'rtada xitoycha o'rganib qo'yish unutmaylik.
Chunki Demak- yoqqa bizga borsangiz bo'ladi. Manimcha Savol. Ha, fikringiz? agar shunaqa yomon target bo'lsa, unda menga bitta ball berib yuboraylik demoqchi edim. Atak Bo'ldi endi, shundoq ham berdik-ku. Odam yaxshi narsaga yaxshi narsaga tez ko'nikadi. Diktatorlarda lyubimchik bo'ladi-yu, uzoqqa cho'zilmaydi. Uzoqqa cho'zilmaydi. Cho'zilmaydi. Yo, bu Ariftovalga qarshi libo ishkaldan keyin bal yo'qmi? Bu Farruh chumoldi. Farruh chumoldi. Favoritlarning umri nega qisqa bo'ladi, bilasizmi? Shundaydi. Sezarni kim o'ldirgandi? Brut o'zi Favoriti. shunday. Farruhga bal yo'qmi shundan keyin? Yo. Qaranglar. Qani yo'q ekan yerda yotgan Favoritlar boshqa chiqishni boshlaydi-da keyin. Agar hozir bu bloger, что такое, shuning uchun bal so'rayapti. Agar bunaqa ishda ishlamaganda просто uyingizga po'choq so'rab keladigan bola bo'ladi-yu. mana shu po'choqga bal qo'shib bera olasiz. Farqi. Lekin men o'zimni ozgina xijolat his qilardim. Kelib po'choq bormi desa, "Yo, bugun tarvuz yemoqdik." Mana shu odamni kamsitishda, mana misol uchun hozir. To'ppa-to'g'ri. Bu tahqirlash. Menga bal berilsa-da, mana shunaqa. Inson nafsonatini toptash deyiladi bu. Da. Lekin bu insonni kuchli qiladi, Farruh. Siz yutyapsiz bu yerda hozir. Ey, Farruh. Kuchli podдержка qilish uchun misol uchun balda. Yo. Hayot bu og'riq, uni qabul qilish kerak. Og'riqli hayot uchun misol uchun bal bo'lsa-da. Ya bo'ldi, men o'z Farruhni eshitmayapman. O'tgan asr o'rtalarida Yaqinlashyapmiz bizlarning kunlarga, sezyapsizlarmi? 15-asrda edik. Neapoldagi bir firma eski binoning 1 va 6 qavatini ijaraga oladi. Firma xodimalari vaqtlarining katta qismi eski liftni kutish bilan o'tib ketayotganligi sabab yangi tezkor lift o'rnatishni so'rashadi. Firma rahbariyati shikoyatlar va bino rekonstruksiyasidan qochish maqsadida bir yechim topishadi va oqibatda lift kutish shikoyatlari kamayib ketadi. Qanday yechim? Rahbariyatni 6-etajga ko'chirganda qolganlarni pastga qoldirgan. Hozir chiqib jalba qilsang ham lift kutish kerak-da. Menimcha har yili lift. Menimcha ozgina kutishimiz kerak. Menga bir bal berar balki shu. Mayli, bir bal shakarga. Ozganlarga pul berilgan. Дополнительно. Tepaga chiqib tushgani uchun. Ha. Yo'q, noto'g'ri. Odamlar liftdan foydalanavergan. U aytaylik kichik bir amaliyot, juda bir arzon yechimni shunday yo'lga qo'ygan. Shundan so'ng nima odamlar shikoyat qilmagan. Liftga oyna и muzika qo'ygan. Shundan so'ng odamlar просто liftda band nima bilandir bunday o'ziga qaraydi. Bittasini tanla, yo oyna yo muzika. Oyna. To'ppa-to'g'ri. Lift bormidi hali? Boradi lift. Savolga e'tibor bergan bo'lsangiz, men xodimalar degan so'z ishlatdim. Ya'ni bu yerda ko'p ayol xodimalar ishlaydi, shuning uchun liftni e'tibor bergan bo'lsanglar, men busiz topdim, chunki men eshitmadim. Bu priznik bo'yicha odamlarni ajratish noto'g'ri deb hisoblayman. Lekin Shakarjon, qaraymiz oynaga, hammamiz emas. Javobing baribir to'liq emas. Yo'q, to'liq javob aytaman. Lift ichiga oyna o'rnatmagan, liftning yoniga. Lift ichkarida kutilmaydi-ku, lift ichida. Men ichida demadim. Lift ichida yo muzika dedim. Ya, ayting, baribir to'g'ri. Bu to'liq javob emas deb. 1.75 berilyaptimi? 1.2mi shunda? 1.96. Boshida cho'tta men minus ball olganda hech kim nimaga To'g'ri. Tago oxirida 12 yu такой cashback. Siz bugundan boshlab Cashbackman. Farruhbek, cashback. Qashqadaryolik. Keshev Farruh Bekovich. Mana shunday ajoyib hazildan so'ng Biz ko'rsatuvni yopsak ham bo'ladi. Kesh Bekovich degan hazildan so'ng biz keyingi raundda e'lon qilamiz. Ayrim veterinarlar mushukni ko'rikdan o'tkazayotganda o'z kabinetidagi suv kranini yoqib qo'yishadi. Savol, buni nima maqsadda qilishadi? Qo'rqitish uchun. Mushuk baqirganini tashqaridagilar, yig'laganini tashqaridagilar eshitmasin. Biz bilamizki, mushuklar juda uvlab yig'laydi. Da. Qilib yig'laydi. Onajon deb yig'laydi. Men ham vanaxonada yig'lasam, suvni yoqib qo'yib yig'layman. Javob to'g'ri. Muolaja paytida suvni o'chirib qo'yadi. Javobida lekin menimcha. Yo'q. Vanaxona qani? Azamjon? Biz bilamizki, mushuklar aynan shu rakovinadan tushayotgan suv bilan o'ynashni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ha, shunday. Rilsa ham ko'p. Sizda mushuk bo'lgan bolaligimda rakovina bo'lmaganda. Mana ko'ryapsiz. Shunday. Bizda rakovina bor, suv yo'q edi prosta. Qarab, bir kam dunyo. Shunday. Toshkentda unisi ham bo'lgan. Qara, bular kelib televizordan bizga aytaydi, suvni asrang deydi. Salla asra! Men rakovinadan suv kelishini Toshkentga kelib ko'rganman. Qana bu o'zi tushyapti? Qana bir 10 ta qul suv quyayotgan. Demak, rakovinani yoqib qo'yishadi.
muolaja paytida agar bo'lishi mumkin og'riqdan boshqa sabab tipirchilab qo'ldan chiqib ketishi mumkin. O'shanda xondan yugurib chiqib ketmaydi, boradigan joyi rakvina oldi faqat. Tushunarli. Rakvinani suv ochgandan ko'ra qanaqadir bir mushuk o'ynatar vositalardan to'g'ri, uning uchun medstra kerak. Agar u medstra chiroyliroq bo'lsa, oilaga ko'proq berish kerak. Nima kerak? Rakvina yoqib qo'yasiz bo'ldi. Sezdinglarmi? Orasida ko'proq. Iya. Qanaqadir 25-kadr bo'ldi hozir. Shunday. Ha, hayot haqiqati-ku. Javobingiz Javob shundaki, va mushukni savolni o'qigan paytimda eshitgan bo'lsangiz agar, muolaja payti emas, ko'rik paytida amalga oshirilgan. Birorta jo'rak uxlab yotgan bo'lsa, oldiga kelib bunday suv to'ksang, o'sha ovoz ta'sir qiladi-da. Mushukning buyragini ko'rikdan o'tkazayotgan paytda. Yo'q, javobni to'g'ri. Shuncha qiynalganim. Bilamizki, ko'p babushkalar mushuklarni cho'ktirishadi. Shuning uchun agar mehrgo'yo. Da, no, Bunday burnini ne endi shunaqa narsa bor. Hobbi u. Ha, okey. Tipa endi hozir gapga kirmasang, suv yoqu. Da, tinchgina Shilta xazacha qildingiz. Sizga bir ochko bor. Bu halol, menga yoqdi. Halol. Qarang, birinchisi boshqacha bo'ladi. Ayniqsa halol bo'lsa. Hozirga shu podskazka emas, milliycha so'z o'ylab topsak-chi shunga. Jardam. Belgimi, nima desa bo'ladi yana? Ishora. Nima qiladi ekan? Ishora so'rasak? Mosh yordam, qo'llov. Shunchaki rahm shafqat so'rarmiz balki. Shuncha o'tirib qo'ltiqlab oling deyishimiz mumkin. Qo'ltiqlab oling, ha, shunday. Ehson deylik. Ehson. Yo'q, u Farruh masalasi. Hadya deylik, kollagam yozyapti. Bu ham mana masalan. Silo yaxshi. O'rtoq filologlar, biz boshqa o'yin o'ynayapmiz hozir. Nima bu bir kun kelib qoidalarimizni o'zgartiradi? Podskazka bering. Yordam beraman sizlarga. Aha. Ardamda sizlarga faqat men yordam beraman. Demak, mushukni ko'rikdan o'tkazish deyapman. Mushukni ko'rikdan o'tkazishni bir necha xil usullari bor. U suvni yoqib qo'yapti. O'sha mushukni yaxshiroq ko'rikdan o'tkazish uchun, bo'lmasa ko'rikdan o'tkazish imkoniyati bo'lmasligi ham mumkin. Uni tushundik. Bor. Uni og'zini ko'rish kerak, tilini ko'rishi, tishini ko'rishi mumkin bo'ladi. Uni majburlab ochmaydi, suvni yonmachasi ichadi-ku, o'shanda ko'radi. Yo'q, kran xonani bir chetida. Ovozi kerak. Men turibman, mana mushuk turibdi. Ikkalamiz qarama-qarshi turibmiz. Aha. Ko'zimizda. Quloqini tekshiradi. Menimcha agar Quloqini. Suv prichom. Ovoz kelyapti-ku fon. Mushukda ko'ring. Agar infeksiya kirib qolsa, sразу yuvish uchun. Biz bilamizki, doktorlar infeksiyani suv bilan yuvadi. Shunday. Kran suv bilan. Suv rostdan ham juda ham past chastotali ovozni eshita olyaptimi, yo'qmi, shuni tekshirish uchun. Quloq yo'q. Ziyrakligini tekshirish bo'lsa, mana men kranni yopib olganman-da, mana bu kran bo'lsa deylik, kran yopib turgan, mushuk hayron, qayerdan suv kelyapti? Doktorga qaragan, pastga qaragan, yo'q degan. Bundan kelmayapti degan. Ko'zini tekshirish uchun. Diqqatini tekshirgan, diqqatini. Diqqatini. Ajoyib aktyorlik mahorati uchun Islomga bir ochko beramiz. Menga yoqdi. Mushuk etyudi. Ko'zini ko'rikdan o'tkazish uchundir. Ne, shaqat. 2 ball bermaydi baribir. Bermaydimi? Qanday qilib chiqib yota olsam-chi? Voy, sizlar naqadar baxtliliginglarni bilmaysizlar. Men bu tomonida bo'lib qoldim kartinkani. Senga qachon oxirgi marta bir ball berganing uchun shunaqa narsa ko'rsatishgan? Javob bor. Men o'zim ham buni hayotda qo'llayman aslida. Endi ko'pchilik qo'llasa kerak, nima aytishga uyalishi mumkin. Qo'lingizni yuvasiz. Yo'q. Bu ham ba'zida. Xo'sh. Ba'zi joyga misol ishga chiqib ketishim kerak, lekin turetga yo'q. Yo sigim qistab, yo'q qistamay turibdi. Shu suv rakvinani shuni yoqaman, sigim qistaydi. Shuni bo'shatib ketaman. Bu yoqda ham shu bo'g'ilni urologga borasiz. Bo'g'ilni tekshirish uchun. Yo'q, suv chaqiradi. Suv chaqiradi. Bu bor narsa. Yo, suv chaqiradi, lekin doktorga ham boring. Suvni ochib qo'yib, butun qarang, mayli, ko'chada ketayotganda kimdir tomog'ini g'arg'ara qilsa-chi. To'g'ri, yaxshi. Men o'tib ketsam maylimi? So'zman xotin. Keyin oxirida to'xtanglar. Yomg'ir yoqqanda ko'chaga chiqmaysiz. Qizig'i chiq. Mana shu hamma erkaklar xuddi uni hayotiga aloqasi yo'qdek tutadi-da, shuni bor-ku. Hammang sotqinsanlar, hammang. Yo, Azam, bu javobni boya berdim, noto'g'ri dedi.
agarda bizni qandaydir urologlar klinikasi ko'rayotgan bo'lsa, bu yerda siz qaysidir bir shaxs orqali 50% reklamadan arzonroq olishingiz mumkin. Va ingliz tilini ham 50% arzonroqqa o'rganishingiz mumkin. Da. Mana vrachni sizlar qanaqa tasavvur qilasizlar? Oq xalat bor, yana nima bor? Balkim bepushtliginidir. Yo'q. Qo'lqop bor. Yo'q, vrachni qalaman. Misol uchun xalat, nima kalpak, yana bitta detali bor. Eshitadigani bor. Fonedoskop. Mana sizga yordam. U o'sha orqali Suvdan balandroq eshitish kerak anaqa mushukni. To'g'rimi? Ya'ni suvning ovozi anaqa nima bo'lib qo'yish kerak emas. Doktor eshitayotgan narsasini. suvni o'chirib qo'ysa bo'ladi u uchun. Ne, tekshirish uchun. Ya'ni yurak urishi suvdan baland chiqyaptimi yo'qmi? Qiziq, lekin to'g'ri. Bir shakar birinchi manimcha bo'ldi. Menimcha ham shunaqa bo'ldi. Demak, meni javobim o'sha ovoz mushukni tinchlantiradi-da, uni xotirjamlik paytida yurak urishi Shunday. Nima degan tinchlantiradi? No, xotirjam turadi. Yuragini tekshirayotganda nafas olmay turing deydi. Mushuk unaqa dib bo'lmaydi. Uning uchun mushuk tilini bilish kerak. Hamma doktorlar bilmaydi mushuk tilini. O'shaning uchun ko'pchiligi, o'shaning uchun ham suvni yoqsa, u nafas olmay turadi. Biz noto'g'ri javob shuncha talashdik. Lekin bu yerda to'g'ri bitta yo'l bor. Osoyishtalikni ta'minlash degan joyi to'g'ri. Aytdim-ku. Men bu bilan tekshirayotganda mushuk, nima qilyapsan? Ya bu yana aktyorskiy bilan bir balomoqchi. Suvni yoqib qo'ysangiz, u neqsiz, buni qo'yib turadi, nima deydi? Bu bo'lgan. Etyud bo'ldi. Hop, mana o'zi maksimum yaqinlashdik, da. Mushukni aytaman saytganda o'pkasini tekshirish uchun. Lekin suv bu yerda nima aloqasi bor? Oxirgi nuqta qoldi. Mushuk xotirjam o'tirsin deb. Qanday ta'minlanadi xotirjam? Mana mushuk eshitib o'tiribdimi? Ya mushukni misol uchun ushlab tursa ham bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Ne, ravnomerno, u spokойно bo'lish kerak. Ravnomerno nafas olish kerak. O'pkasini eshitmoqchi uni. O'pkasini eshitib, qo'lingni ushlab eshitsang bo'ladi. Og'zi bilan nafas oladi suv ko'rganda. Yo'q. Xonadagi namlikni oshiradi. Yo'q, demak to'g'ri javobni o'zim beraman. Menimcha to'g'ri javob juda yaqin kelasiz, lekin menimcha topolmaysiz. Qo'lingiz yaxshi. Tilini chiqarish uchunmi? Yo'q. O'zim berib qo'ya qoling, mayli. Mushuklar suv ovozini eshitsa, xurillashdan to'xtaydi. Xir qiladi-ku. Va xurillashdan to'xtagan paytda u o'pkasini eshitib oladi. Bu muhim narsa, muhim detal edi. Biz topolmasdik, to'g'ri qildingiz, ertalabgacha qolib ketayotganmiz, to'g'ri qildingiz. Biz hamma narsani aytardik, lekin buni aytmasdik biz borku. Chunki bu 3 marta xayolimga kelib, bo'lmasa kerak unaqa dedim. Mana bitta savolga to'g'ri javob bera olmadinglar, o'rtoq bilimdonlar va siz bir urolkan boring rostdan ham. Bizda esa keyinroq. Men nimaga azam haqida bu faktni bilaman endi. Yo'q, gap shundaki, 30 dan keyin urologga borish kerak o'zi hamma. Xuddi shu savol sunnatligi. Da. Любой inson sunnat haqida bitta kichkina sirni biladi. Tabiatshunos Bernhard Grzimek Afrika fillari hayotini o'rgangan. Молодец. Ularga istagan ob-havoda yaqinlashish uchun u o'zi bilan un olib yurgan. Savol, un nima uchun kerak bo'lgan? Nima uchun kerak deb o'ylaysizlar? Har bitta filga xartum. Ana uncha xartuming bo'lsa-yu, sen ikkida roshka un torta olmasang nimaga kerak? O'sha mashhur giyohvand fillarmi? Mirchakarga bir ochko beramiz. Xudoga Ikkita va biz giyohvandlikka qarshimiz. Albatta. Bu rostdan ham agar fil xavf-xatar tug'ilgan paytda u daraxtga chiqishi mumkin. O'shanga un kerak bo'ladi. Qo'li sirpanmasligi uchun. Hujum qilib qolsa, shunday holatda. Necha marta meni itlar quvganman, qochib daraxtga chiqqanman, biror marta unim bo'lsa daraxtga chiqaydimda demaganman. Daraxt sirpanchiq deb o'ylaysizmi? Yomg'irda sirpanchiq bo'ladi. Yo'q, daraxtni har qanday ob-havoda deysiz-ku. Teksturasi, fakturasi bor-ku. Vobshe daraxtga chiqib yurgan bacha emas. Bilmaydi daraxt qanaqa bo'lishini. Bu o'ylaydi daraxt televizorda bo'ladi. Siz toshkentliklarni kim deb o'ylaysiz? Biz daraxtga ham chiqqanmiz. Bitta sizni shunaqa deb o'ylayman. Men molam boqqanman, daraxtga ham chiqqanman, hammasi bo'lgan. Siz umumlashtirib o'ziga himoya qidirmang de. O'ziga javob bering. Islomjon? fillarga yaqinlashish kerak. To'g'rimi? Afrika fillariga. Afrikada nima? U yoqda qurg'oqchilik bo'lishi mumkin, issiq bo'lishi mumkin. Xullas, doim fillar to'q yurmaydi. U shapibni xamir qilib non yopib yuboradi. Boyaga xartumidan xuddi tortadida kela nima qilyapti bu odam deydi. Obi non-da. Obi non suvga botirib yeb ko'ringlar deydi. Ikkalasi suhbat, qarochi, o'shanda bir nimadir qiladi endi bilmadim. Noto'g'ri javob. Favqulodda vaziyatda ko'ziga sepish uchun. Ana xuddiki Van Damme filmlarida qum Noto'g'ri. sepib
Ya bu variant bor edi, lekin hamma yoq shundoq ham turpoq-ku o'zini Afrikada. ustozini gaplarini eslab turgan paytida Sinematik bo'ladi. Afrika megapolis emas-ku. Binolar, sement, tuproq yo'q Afrikada. Yo, unni septida uyoqroq qochsa baribir ko'rinadi. Nimani panasiga qochadi? to'g'ri yordam beraman. Fillar juda xurkovich hayvon. Fillar mening do'stlarim degan kino ham bor. Fillarga yaqinlashish oson emas. Ular sizni, misol uchun, Kutib o'tirgani yo'q. hidizni sezishi mumkin, boshqa qilishi mumkin va o'zini manzilini o'zgartirishi mumkin. Siz prosta ular bilan vizual yaqinlashishga erisha olmaysiz. U nima uchun kerak? Islom birinchi bo'ldi. Un shu o'ziga surtadi-da, tanasiga. Shunday. Loy osonroq variant emasmi? Yo'qda. Oq nima qiladi? Oppo bo'lib turib oldi. Chunki un sepganda odam terlamaydi, hid chiqarmaydi o'zidan. Yo'q a. Siz buni qayerdan bilasiz? Un badaningda turmaydi, to'kilib ketadi. Azar. Rostdan ham ko'rmagansizlarmi? Devonada bular. Sen devonada men unga yiqilasan. endi bu o'sha rostdan ustiga un sepib, o'zicha zebra bo'lmoqchi bo'lgan. Film ko'rib, u ana 15 qorong'u, 15 yorug' zebra emas, baxtli zebra kelyapti deb qabul qilgan. Ajoyib. Ya, to'xtang, ajoyibligi yo'q. Uni palasasi bo'lmasa prosta eshak bo'lib qoladi-ku. Oq eshikni ko'rganmiz? Men ko'rmaganman. O aytolman-ku mana. Yo'q, u kulrang, och kulrang. Kim deb o'ylayapsiz? Och kulrang eshak u, oq emas. Albinos eshaklarda mashhur. Mashhur albinos eshaklar. Bir ochko beramiz Azamga. Men hech qachon bu ish bilan shug'ullanaman deb o'ylamagandim. Oq eshak qidirasizmi? Bularni bilaman. Bular xo'tik deyiladi adashmasam. Bilaman. Xo'tik, azluboy xo'tik katta bo'lsa eshak bo'lar-ku. Yo'q, biz Toshkentda katta bo'lsa, mana shu zebrani oq zebralarni Toshkentda biz xo'tik deymiz. Tak, Toshkent Bu qaranglar. oq zebra emas, bu boshqa hayvon. Yo'q, biz toshkentliklar xo'tik deymiz. Toshkentda hozir. Bizlar toshkentliklar xo'tikka oq zebra deb o'ylamaymiz. Xudoga shukr. Haqiqiy toshkentliklar shu orqali test qilamiz. Farruh o'ta olmadi testdan demak. Demak, buni qonida Ya, atak realni. seni qoningda viloyatliklar qoni. ana vaqtlar ham bor-ku. Endi to'g'ri jamoaga o'tdi Farruh. Maskirovka uchun emas, o'ziga surtmagan, o'zi bilan hech qanaqa amaliyot qilmagan, non qilib yopmagan. Xonim pishirgan bo'lsa. Fillaga bo'g'irsoq qilib bermagan. Hech narsa qilmagan. Lekin bitta kichik ishni amalga oshirib, keyin fillar tomonga qarab ketgan. Bo'ldi. U unni olib turib, uni anaqa nima edi, jalb qilish uchun qaqadir sepganda ko'ziga qarab orqasiga o'tgan. Yaxshi bo'ldi. Mana shu javobni izohsiz qoldiraylik. Nozim aka, men o'yladim, baliq haqidagi hazilım eng yomoni bo'ladi deb. Rahmat Farruh. Qutqarib ketdingiz. Mana o'zimga udar olganim uchun-da, Ha, misol. mana unni sepadi, orqasiga o'tib oladi. Yo'q, bunda men sepib qo'yadi, mana qara un deydi, sekin orqasiga o'tadi. O'tib oladi deylik. O'tib Orqasiga o'tadi dedingizmi? Shundaymi? Nima farqi bor? To'g'ri. U sizni o'sha fantaziya. Ya bittasida jarayon bor, bittasida aniq fe'l bor-da. Hammamiz ko'pchilik Anpanman multigini ko'rganmiz. Shunday. Nimani? Anpanman multigini. Non bosh, xantali bosh, lag'mon bosh. Adashib qolmasligi uchun kallasidan kam tashlab ketadi. Shu uchun ko'pchilik dedim, Farruh ko'rgan. Yo'q, men ko'rganman. Tim bo'li. Onam bolasini ham shunchalik yomon ko'radimi? Bu tug'ilgan payt o'sha yaxshi multiklar bor edi, nima qo'yib bergansizlar bunga? Nickelodeon bor edi. Power Rangers bor paytda Anpanman ko'rgan. Xullas, ana shu unni teshigini bitta teshib qo'yganda paketni, prosta qayerda yurganda adashmaslik uchun. Yo'q, qaysidir ma'noda bu kichkina bir xiyla fillaga ularga bilintirmasdan yaqinlashish uchun. Turing javobini bo'ldi u. Yo'q, topamiz. Shahar berasizlarmi? Shahar berasiz. Amsterdam. Amsterdam. O'zida bor shaharlardan bering. Yangi yermi, nima bor? Men bilmayman bu qaysi shahar beradi, lekin bilaman qaysi shahar buni senga berib yuborishga rozi. Yo'q, bo'ldi, to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Sizlar hayvonot olami bilan umuman uzoq inson ekansizlar. Nima, men fillardan uzoqroq yashaganman. Ayniqsa oq eshak bo'ladimi degandan keyin. Bu aslida un juda ham yengil, qumdan ham ko'ra yengil bo'ladi. Fillar odamning hidini shamoldan biladi, shamol olib keladi sizni hidingizni. Sepib yuradi-a. U unni sepgan holda shamol qaysi tarafda esayotganini aniqlaydi va o'sha tomonga qarshi tomondan filga kirib boradi. Buni shu topolmasdik biz. Yaxshi ham o'zingiz aytdingiz. Shunchalik qiyinmi rostdan ham? Da, qana u sep. Hamma qilsa-chi. Un ko'tarirish shart emas o'zi. Ya endi u anti ilmiy narsa-da, u anti ilmiy, nimasi anti ilmiy? Qara,
Ana yelaysan, bunday tutasan-ku, qaysi tomondan shamol kelsa, shamol nimani oshiradi? Anoqdagi zarrachalarni olib ketgani uchun o'sha tomonning sovishni boshlaydi. Chunki mana u bug'lanyapti. И вот всё нормально. agar ishlamasa, unni ham kesepasda, bunda yopishadi un. Da? Endi menga qara. Undan ham zo'ri bor. Buket olasiz, shamol qatga essa bilasiz, efirga ham buket bilan borasiz. Bo'ldi. Ya, shamol Senga yengil. buketdan borib balo bormi? Do'stona bo'lishdi. Ya. Shamol juda mayin esishi mumkin. Ne, mana Sekin qara. esishi mumkin. Yo, ishlaydi. Yo, sen puf qilib направленный воздух beryapsan. Aha, unga. shamol ham направление keladi-ku. Yo'q. Endi menga qara, katmatda olim. Fillarni qanday yaqinlashding desa, "Men bunday qilib bilim" demaydi-ku. Shunday. Nozim aka Wikipediyada shamolni ko'p o'tirganlar. Ayol Ya, mana qara, shamol, sanda Afrika imkoniyat shamol. bor-da. Sanda imkoniyat bor-da. Yo 2 kilo un ko'tarib yurasan, yoki bitta yengil salafani o'rab bayroqcha qilib olasan. Nimaga sen un ko'tarib yurishing kerak? Bu eng tupoy variant. Endi u polyak bo'lgan. Polyaklar bilib bo'lmaydi-da endi. Bo'ldi, qil umumiylashtirishni. Hozir men butun polyaklar haqida gapirmayapman. Bitta tupoy odam haqida Mushakar aka gapiraman. to'g'ri totdilar. Polyaklar haqida to'g'ri totdilar, lekin qo'shilaman. Mana ba'zidan keyin kanalimizga obuna bo'lgan ikkita palak chiqib ketadi. Podpiskadan. Yo, VPN dan ko'rayotgan o'zbeklar. U ham o'zbeklar. Yo'q, kстати, Polshada o'zbekcha stand-up bor. Hamma komiklarga salom. Davaychi. Bor, men bilaman, sizlar bormagansizlar prosta yo'qqa. Ha, salom yo'llaymiz hamma Polshadagi stand-up komiklarga, o'zlaringizga boshqa ish topinglar. Da, kстати. Shuni deb ketuvdinglarmi? Ana endi esa hozirgacha egallangan ballarni e'lon qilaman va eng kam ball olgan inson bilan blitz o'ynaymiz. Islom Karimov hamda Farruh Sharipovda 7 ochkodan, Mushakar Fayzulovda 8 ochko, Teacherjon Azamda esa 10 ochko. 10 ochko. Teacher juda ham yaqin turibdi. Hozir men so'nggi savolni e'lon qilaman. So'nggi savol uchun javobni hammada qandaydir bir gipotetik matematik imkoniyatlar qolishi uchun. Mana shu doim men uchun mantiqsiz tuyulgan biroz. Nimaga mantiqsiz? Hammasi joyida. Shuncha o'ynaganimiz demak ahamiyatsizda. Tushunarli. Borimcha sev degan o'yinda bu. Da niyat bu sevgiga vashi shu. Bu shunaqa show. Nafas olib kelaversang bo'ldi oxirigacha. Torta olishadi. Yo'q, unaqa emas. Balli haqiqatan qonunan berilar ekan. Da. Keyingi savolning to'g'ri javobini 3 ochko deb e'lon qildim. Aha. Inflyatsiyani qaranglar. Shunda hammada imkoniyat bor. Ikkita 7 ochkoliklar sizlar 3 ochko yiqqan holda Azamga yetib olishlaringiz mumkin va bitta kuldirgan holda yutib ketishlaringiz ham mumkin. Ham to'g'ri javob, ham kulgi javob mumkin-ku. Mumkin. Murshakarda bemalol yutib ketishi mumkin. 8 ochko. Da. Men Azam nima deb bo'yman men yutib ketishim mumkin. Savol Bugun o'qing. emas, Azam, bugun emas. Bugun biroz kelmagansiz. Savol kino bilan bog'liq. Oskar taqdimot marosimida Shamollarda qolgan hislarim filmidagi aktrisa Hattie McDaniel Oskarni olish uchun sahnaga chiqish vaqtida rekord darajada uzoq vaqt sarflagan. Savol: nima uchun aktrisaga sahnaga chiqish uchun ko'p vaqt ketgan? Chunki kino unishonli Vyetnam. Javob bor. Chunki u aktrisa qora tanli bo'lgan, u paytda segregatsiya, ular alohida o'tirgan va u zalning orqasida burchida alohida o'tirgan. Shuning uchun chiqquncha vaqt ketgan. Javob to'g'ri. Da. Shansimiz Agar bor men edi. bu g'alabaga pul sarflagim kelsa, men yutgan bo'lardim. Ya endi nima qilamiz? Azam bugun 3-marta darhol tezda ana blitz javob berdi. Azam 3 ochkoni qo'lga kiritdi. 13 ochko bilan bugungi o'yinimiz g'olibi Azam Teacher. Oxiri kino haqida bo'lgani yaxshi bo'ldi. Hammalaringiz guvohsizlar, men Azamga yordam bermadim. Farruhga yordam bergan bo'lishi mumkin, lekin Azamga yordam Ne, bermadim. давайте так, rostdan ham kimdir chesni yutgan bo'lsa, вот Azam chesni yutdi bugun. Da. Men agar Farruh yutganda va shu bundan ham chesni bo'lardi. No. Mana shu fikrlar. Ana endi Azam rostdan hayajonlandi. Bu chiqib ham keldi-ku. mana shu chiqqandan keyin yutdi-da. Javoblarni ko'rib keldim. Teacherjon, endi menga qarang-da. Mana bu pullar sizniki 304 ming so'm. Bizda super o'yin bor. Super o'yin kerak emas. Bo'ldi, mana shu olib ketaman pulni bering. Bunaqa kelishmadingizku. Ya, mayli. O'ynaymiz super o'yinni. Yo'q, xalq mazasi. Bizda super o'yin. Nimasi noto'g'ri? Olib qo'yadi bor pulingizni. Bilaman men buni. Bu oldingi ishi bozorda 3 ta stakancha almashtirgan.
shariksiz. Keyin sharikni qo'shgan milsalar ushlagandan keyin. Shariksiz, stakansiz deganda. Просто qo'lim bilan. Bankroq bo'lib keldi. Keyin biz bunga aytdik, stakan prozrachniy bo'lmasligi kerakligi. Kino haqida bo'lmasa bo'ldi. Da. Kino haqida, Amerika haqida bo'lmasa bo'ldi. Qolganiga aqli yetma. Hayvonot olamidan bering. Nozim aka. Mana eshakning qanaqa ranglari bor? Isho. Zebrani qanaqa turlari bor? Zebrani qanaqa ranglari bor? Roliklar haqida bo'lsa bering, tayyor любойga javob beraman, bo'ldi. Bo'ldi, mayli, oldindan tayyorlangan savolni beraman. O'sha kelishganlaringizmi? Biram super o'yin uchun alohida Javobni 4,5 deysiz, bilasizmi? Esimda. savol. Super o'yin ikkalovinglar oranglar. Yo'q, o'zlari o'ylayveradi. Savolni faqat bu uchun e'lon qilaman, lekin sizlar yordam berishingiz mumkin. Shart emas. Hammaga lekin 25% dan beraman pulni agar yordam bersanglar. Ketdi. Osh bor ekan. Ey, yutolmaydi, Nozim bilmaysanmi? Super o'yin pulni bermaslik uchun bor. Bo'pti, qarang, siz javobni berayotganda uzoq chalg'itang, men pulni olib qochaman. Davay. O'ta tema. Deyman, ketdi. Savol. Tarixchi. O'zing nima qalbingga qarab o'tiribdi? Tarixchi. Bu biroz ko'nglayin degan. Tarixchi Aleksey Kuropatkin aytishicha, Hayvonot olamidan. 1860-yili 20 mingdan ortiq askarga ega Fors qo'shinining turkman yerlarga qilgan yurishi omadsizlikka uchraydi. Nechinchi marta? Buning natijasida Buxoro hamda Xivada u tushib ketadi. What? O'shani so'rayapti. Yaqinda ko'rdim shu haqida video. 1860-70lar haqida ko'rdim. Rus imperiyasi ham boshqasi Buxoro himoyasi, lekin forslar yo'q edi u yerda. Savol yana bir aytaman. Savolni eshitaylik, hay. Yana mayli yordam qilaman. Nimadir Qiyiroq tushib ketgan. tuyulsa. Yo'q, Buxoro normalni tuyulyapti. Fors qo'shinlarining turkman yerlarga qilgan muvaffaqiyatsizligidan so'ng Buxoro hamda Xivada uning narxi tushib ketadi. Narxi. Savol. U nima? Men o'sha yordam bera olmayman, faqat o'zlaringiz. Xo'p, okey. 1860. Davay o'ylab ko'raylik, azam. Buxoro Xiva. Ne, bir boshidan mana. Biza sizga yordam bermoqchimizmi o'zi? Ha, shundan da. Chin dildan. Da. Menimcha yo'q, ha? Yordam bermoqchimiz. Bu endi g'alaba, umumiy g'alabamiz bo'ladi. Qaranglar, yordam bermaylik-da. Keyin men yordam beraydi, и просто 50 bilan Bu ham bo'ladi. Nega endi? Yordam berganda har xil variant aytaveraylik-da, oxirida mabodo yutib teng bo'lib olamiz. Bir narsani tushunishimiz kerak. Noto'g'ri yordam beringlar-da, yutqizsinlar-da, Nozim aka bilan gaplashinglar. Bu haqiqatga yaqinroq. Nozim aka bilan gaplashgani bizaga bu nimaga kerak, Nozimjon? Biz ikkalamiz ham Aytgancha, Ana birinchi variant. Sizda 4 daqiqa qoldi. Unmasmi? Uning deb. Hozir bu yerda nima? Demak, Tем более Afrikaga ketgan odam uni olib ketgan o'zi bilan. Javob bilan kelyapti. 20 mingta Fors qo'shini mag'lub bo'lgan. Demak, turkmanlar u narsani ko'proq qo'lga kiritgan, o'ljani va o'sha Buxoro Xivaga o'sha narsa import qilingan Turkmanistonda, скорее всего. Turkmandan metal bo'lishi mumkin, qilich bo'lishi mumkin. Ot tulpor bo'lishi mumkin. Chunki qurol olsa, qurolni Buxoroga sotmaydi-ku ular ham. Qurolni o'zida qoldiradi. Gilamnimi yoki? Eron gilamlari edi-ba? Narx tushib ketgan uni. Balki yutsak o'tirib cho'ychamiz deb o'ylayman. Endi men umid qilamanki, Nozimga savollardan bir kreativlik bor. Bu javobini eshitganda ham, qiziq deb qo'yish kerak menimcha. Adashmasam. Yo'q, u ikkita narsa bo'lishi mumkin, Nazam. Forslar o'zi bilan olib kelgan narsa bo'lishi mumkin. Ha. Yoki forslarni yutish uchun ko'p ishlab chiqarib qo'yganda, urush tugagandan keyin ko'p ostatga qolib ketgan. Uni narxi ham tushib ketgan bo'lishi mumkin. Fors nosi degan narsa bo'lmagan. Bunaqasi bu yo'q bo'lmagan-a? O'sha buyuk Fors nosi. O'sha buyuk Fors nosi. O'zi menimcha nos uchun chiqqan urushami? Tilla. Tillani narxi bo'lgan. Eron tillasi degan narsa bormi? Ikkinchi nos urushlari. Ikkinchi nos. Qara qullanma. Bu ham bu lekin yaxshi. Qullar narxi tushgan. 1860-yilda qul bo'lgan. Hozir ham bor-ku. Biz bular hozir odamni narxi tushib ketgan desalar, va deb qolamiz-da, o'shanga. Qulli narxi tushgan. Qul bozor, to'g'ri. Voy, zo'r variant berdi. Farruxdan men kutmagandim. Farruxdan lekin oxirida ochilaman, chosani. Gap yo'q. Bu variant deb o'ylayman. Siz oxirida ochilar ekansiz, men chidolmadi oxirigacha. Vaqtimiz tugadi, Azam. Men savolni o'qiyman. Siz yana bir o'ylab ko'rib javob berasiz. U nimadir? Bitta.
Kuropatka bo'lishi mumkin lekin Yaxshi men bo'lardi. Lekin odam narxi, ya'ni qullar narxi tushgan. Qanday izohlab bera olasiz buni? Mayli, qabul qildik. Asirga olingan fors askarlari eksport Qabul qildik. Qanaqa variant bo'lishi Qabul mumkin? qildik. Конечно, Ana endi esa noto'g'ri javob. to'g'ri javobni e'lon qilaman. Yo'q, dedilar-ku mana. Yo, srazu e'lon qilibdim to'g'ri javobni, javobing noto'g'ri. Agar to'g'ri bo'lganda qanday qilib turdi? Tarixchi Kuropatkaning aytishicha, 1860-yilgi 20 mingdan ortiq askarga ega bo'lgan fors qo'shinining turkman yerlariga qilgan omadsiz yurishidan so'ng Buxoro hamda Xivada mana. Buxoro hamda Xivada nimaning narxi tushib ketgan? Qullarning narxi tushib ketgan. Zo'r, yaxshi. Tabriklayman. Yaxshi. Tabriklayman. Bu umumiy g'alaba. Umumiy g'alaba. Biz bunga birgalikda Biz erishdik. bunga birgalikda erishdik. Siz olma dedingiz, to'xtatdik. Siz tanga demoqchi bo'ldingiz, to'xtatdik. Tuyaga ketib qoldim-mi? Sal qolardi. Oq tuya. Bu qanchalik afsus va nadomatli bo'lmasin, lekin men ushbu pullarni hozir Azamga topshirishim kerak. Sanoq. Azam tekshiruv ushbu pullar sizniki. Bu yerda Ana endi Azam bir oy pardaga pul yig'maydi. Bu yerda 4000 so'm kam. Bo'ldi. Mana bor. Ya 608 bo'lish kerak, bu yerda 604, 4000 to'ylaringizda qaytaray. Siz to'ylar qiling, men 4000 so'm sizga qistir qilay. Yo'q, nimaga 2000 ni olganda 6000 ber qo'y. 4000 ni olib 10,000 bering. Naqd pulim cho'ntagimda vahshiy qolmadi, rostiga. Ha, kartaga tashab ber. Kartaga tashsa bo'ladi. Kartaga 5000 dan kichkina so'm tashab bo'lmaydi. Ha, 8600. 2000 ni beringda 6000 tashab bersin. Haqqini qoldirish yo'q. 50 ming qaytarib bering. 50 ming qaytarib bering, 54 ming tashasin. Bu 54 ming. Bu men bergan yordamim, chunki savolni men osonlashtirdim. Savolda nima tushib ketgan edi? Men nimaning narxi deb qo'shdim topsin. Yo, o'zimni pulim bo'lsa beraverardimmi bu jamoadoshlarga? Shuncha aytayapman, bizning haqqimiz ham qo'l ketib olish kerak. Endi ko'rsatuv boshida tomoshabinlarimizdan biriga biz sertifikat topshiramiz degandik, lekin qanday aniqlaymiz bilmayapman. Hozirgi mana jismonan shu yerda bo'lgan tomoshabinlarni aytyapman. Bundan shu yerda bo'lgan. Sizlar jismonan shu yerdamisizlar? Tavsiya qilsa bo'ladimi? Jismonan shu yerda, lekin ruhan bu yerda emaslarchi. Ular qatnashmayaptimi? Ularni uyg'otib yubormaylik, to'xta. Ular munosib bo'lgan yagona narsa bir 10 darra. Savol beraman, mana. Давайте savol. Ha. Qo'llab-quvvatlashmadi. Faol bo'ling endi. Endi faol bo'ling. To'xtanglar, bu yerda soqolli ish bo'lyapti. Boshqatdan. Men sartaroshlar, agar menga bersangiz, sizlarga ham taklifim bor. Har oy bitta odam sochi tekinga olaman. Topinglarchi kimni? Tekinga qildirilgan prichoska bizga nimaga kerak? U bilinib turadi-ku. Kela safar ko'rsatuvdim, nega qaraydi? Nozimni qilibdi deydi. Nenada? Demak, savolni prosta sizlar aytasizlar, qo'l ko'tarib, men davay bu qilaman, okey? Ketdik. Savol juda ham qisqa Biz qarab turamiz. va oson ham bo'lishi mumkin. Ketdi savol. Nemis yozuvchisi Zigmund Graf uning eng birinchi va eng oxirgi ixlosbandi har doim kulgiga qoladi degan gap nima haqida? To'ppa-to'g'ri. Siz to'xtanglar, bu odam xursand emas yutganidan, boshqatdan. Va o'sha moda. Men Bu bilardim. odam javob bermadi, o'zigina bizani kamsitdi. Bizani matbuot xizmatimiz qani? Chiqing, matbuot xizmati bilan rasmga tushishingiz kerak. Mana o'sha. Mana bu yerda matbuot kotibimiz. Bo'ldimi? Rasm bormi? Bo'l, joyingizga o'tiring endi. Nefsa. Aka tabriklaymiz. Buni qarang, anaqa 12 ta bor. O'chirsangiz, qaysi shouga kelishingiz chiqadi har oyda. Men shu bilan bemalol, takoy, lotereya. Faqat har oyda bir marta ishlatish Endi men imkoniyati sizga bor. qanaqa ishlashini aytaman. Biz to'g'ri qildik, yaxshi ham siz yutdingiz. Bu odam bir o'zi kelmaydi, endi bilet sotib olyapti. O'sha shouga qaranglar. Tomoshabinlarimizga ham xuddi shunday sertifikatimiz bor. Eng ko'p like yiqqan kommentga biz mana shu sertifikatni taqdim qilamiz. Shu bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, izoh qoldiring, do'stlaringizga uloqtiring, hammaga aytib bering, iltimos. Bitta boshlovchi top beringlar bizga.
ovqatlanish. Yutuq summasi qancha bo'lsa, shouga jiddiyroq yondashasiz. Bu shouda oldin Nozimning cho'ntagidagi hamma pul o'ynalardi. Hozir Nozim ozgina pulidan urib qoladigan bo'lgan. Oldingida cho'ntagidagi bor puliga o'ynasak, maza qilib o'ynardim hozir ham. Sizga sezilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zida shouda Mirshakar aka birinchi planga chiqib ketib qolyaptilar. Bunga qarshi qanaqa chora-tadbirlar ko'ryapsiz? Bunga qarshi hech qanaqa chora-tadbirlar yo'q. Bunga qarshi prosta mani tabiiy go'zalligim, erkak sifatida shiddatli, nima deydi uni, chiroyim baribir yutib chiqadi. G'olib bo'lgan ishtirokchini super o'yin o'ynashga ko'ndirish uchun qanaqa ijrolar tayyorlab qo'ygansiz? Bu safar anaqa onadan kirmoqchi. Ya'ni so'kish ma'nosida emas. Otalar so'zlar bizni o'stirib, undirib, nima qilgan ona deb boshlaymanda qahr qattiq Mirchakarga o'xshagan tushmay qolsa agar ishlaydi. Raqiblar kimligidan xabaringiz bormi? Men hech qachon raqiblarda kimligiga qiziqmaganman. Men shunchaki jangga kirishganman xolos. Raqiblar qiziqsin. Ular bugun kim bilan o'ynayotganligiga. Kulgulik tal shouda odatda yutuq summasi 100 mingdan 250 ming orasida bo'ladi. Bu pulga nima olasiz yutsangiz? Hozir yutaman. Keyin yana 3 marta kelaman. Yana 3 marta yutsam 1 million bo'ladi. 1 millionga esa уже nimadir o'ylab olsa bo'ladi. Bugungi raqiblarni bilgan holatda imkoniyatingiz qanaqa baholaysiz? Yuqori baholayman. Kim yutadi? Men Bo'ldi, agar rostdan ham yutsangiz, oxirida kalla suyak editlar bilan qo'yamiz. bo'ldi, gap yo'q, kelishdik. Xo'sh, men bilardim yutishimni. Endi to'g'ri raqiblar o'ziga yarasha keyin sразу olib qo'yildi yutganimni. To'g'ri raqiblar o'ziga yarasha harakat qilishdi, lekin men uchun bu qiyin o'yin bo'lmadi. Raqiblarni qarshiligi. Boshinoq liderlikni qo'lga olgan bo'lsam, oxirgacha bardavom bo'ldi. Arsenaldek boshlab City'dek tugatdik. To'g'ri, 3-savolda ozgina qiyinchilikka uchradingiz, lekin yengib o'tdingiz, qoyil. Unda ham o'zimni bilmaganlikka soldim, boshqalarga qiziq intriga, tomoshabinlar zerikib qoldi-da, faqat Azam aka javob beryapti deb tushungan. Shunday. Rahmat. Azarga backstage-ga tufayli. To'g'ri. Oldindan olgandek videoni. Olgan bu o'shani qo'yaveringlar, bo'ldi. Bu yerda nima qilasizlar, yana qaytadan. Men hammasini aytdim. Oson bo'ldi. Birinchilik boshidan bo'ldi. Hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Lekin to'g'ri, Farruh oxirida yordam berdi. Super o'yindi. Rahmat. Hammaga rahmat. Zo'r o'yin bo'ldi. Mazza qildik. Adolatli bo'ldimi bugun? Qaranglar. Ha, adolatli bo'ldi.